Doktor Henry Loomis, bu Zora Bennett. U ekspeditsiyani olib boradi. Ekspeditsiyani? Bu tarkibdagi dori-darmonlar ko'pgina odamlar hayotini saqlab qoladi. Ammo ularni faqatgina bahaybat dinozavrlardan olish mumkin. Bizning baxtimizga ular bir sirli orolda jon saqlab kelishmoqda. Ketishga tayyormisiz? Sizlarni tirik qaytarishga so'z beraman. Plus minus. Plus minus? Nega endi u? U seni kirish mumkin bo'lmagan joylarga yashirin yo'llar orqali olib kiradi. Barbadosga boramiz. Ortiqcha ko'zlardan yiroq. Ular deyarli u yerda bo'lmaydi. Nega? Faqatgina telba u yerga boradi. Bu orolda dinozavrlarni Jura davri parki uchun ko'paytirishgan. Bizga 3 nafar katta dinozavr DNKsi kerak. Uni tuxumdan olish shartmi? Keling unda kattasidan vertolyot bilan teng yirtqichidan olishga urinib ko'ramiz. Tezlashsak bo'ladimi? Voy la'nati. Bu yilda bu dinozavrlar park uchun juda ham xavfli edi. Faqat bular raptor dema. Bular raptorlar va eng dahshatlilarini bu yerda qoldirishgan. Bu yerga Donkan yangi davr tug'ilishi. Insoniyatga bu maxluqlar orasida o'rin yo'q. O'yinga bizning hayotimiz tikilgan. Ular nima qilyapti? Ular mozozavrga yordam berishyapti. Himoyalanib, iz olib va ov qilib. Menga hech biri yoqmadi. Jura dunyosi. Uyg'onish davri. Tez kunda kinoteatrlarda.